Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xohlasa navbatdagi obyektimiz arkali tom naves holatda xudo xohlasa bitdi. Ukalarga chopib berdik. Bu joyimiz 20 metrga 20 metr bo'lib, polni konteyner bloklardan bo'ldi. Ichki tomondan hozir ko'rsatamiz. Ichki tomondan ko'rinishlari bunday xudo xohlasa. Kimda shunaqa joylar, obyektlar bo'lsa, bez ustun yopiladigan joylar bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 88lik kodi bilan 338 1595, 93lik kodi bilan 805 1595. Bu joyimiz polni siklatga mo'ljallanadi. Apalapga sex, sarroblari ham mana xudo xohlasa 4 tali sarrob stoga. Tomimiz arkali bo'lgan. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.